Dostlar biz daha bir şveyni fabrika geldik. Бұл жақтың жетекшісі қатары өкілі Пулат деген мырза екен, Палат. Да, Пулат. На русском? Да. Что я могу? Общий информация. Өзіңіз туралы компания. Başka adam şarkını söyle almayayım. Oladı mı? Юстекс. Юстекс işin var. Şveyni sefer. Geliyor adam. Ha, zakazga qarab, nima zakaz bersa shunga qarab qo'yiladi. Детский, взрослый. Sizga o'zingizlardami? O'zimizda, hammasi o'zimizda. Bichimxonamiz shaharda. Hammasi bor. Shu odam bichib kelinadi, faqat bu yerda bitiladi. Ha, dizaynchi. Dizayn ham shaharda hammasi. Modelxonamiz, planoviy, hammasi shaharda joylashgan. Bu yerda o'zlari studio chiqaradi ekan. O'zlari zavod sex. Son kompaniya ekan qaranglar. Qolganlarda 200, 250. Ha. Bu yoqda 300 ta bitadi. 350. Машинка ishlab ketadigan hozir. Потом сразу была чистка, 2 контроль и 2 усилителя. Все, будет хватит. Вот мало. С одной операции входит швеи сами складывают, у нас просто чистки им делают. Швеи у нас сами не складывают. Только это швейный, только щит будет, а чистка отдельно, чистка в пакет, там все А крой кто приводит? Assalamualaikum. Ko'pincha Rossiyaga eksport bo'ladi ekan. Упаковкада упаковка qilib qora solinib eksportga ketadi ekan. Tamam, kızlar isteydik ekan.